Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. 2025-yil 24-dekabr sanasida Sog'lom turmush klinikasiga navbatdagi bemorimiz epilepsiya diagnozi bo'yicha bizga shikoyat bilan kelishgan. Hozirda ularning natijasi bilan batafsil onasi bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz Andijon viloyati Urug'nor tumani Oqtom qishlog'idan keldik. 2025-yil aprel oyida kelganmiz birinchi marotaba. Bolamda suydirgi alomatlari bir kunda 3-4 mahaldan ham bo'lgan. Bu yerga keldik. Bizga doktor Jalilov dorilarni yozib berdi. Sog'lom ichak, pankreatni ichdi. Bir oyda bolamda o'zgarish bo'ldi. Suydirgisi umuman bo'lmadi. Hozir mana kelganimizga 1 yil bo'ldi. Xudoga shukr 1 yildan beri bolamda unaqa suydirgi alomatlari yo'q. Oldingi suydirgilari kuniga qancha bo'lardi va qanday holatda edi? Shu haqida gapirib bersangiz. Har yarim soatda ham bo'lardi. 1 minutda, 2 minutda o'tib ketardi. Ko'zi uchardi. Ko'zi qizarib bo'lib ketardi. Lekin haligi ismini aytib chaqirsangiz chalg'i mana bo'lardi. Xo'p, bizga nechinchi bor tashrif buyurishinglar va qanday natijalar oldinglar? Biz bu yerga kelishimizga 8-marta bo'ldi. Shifo topdik. Xo'p, nechinchi kelishinglarda natijani sezdinglar? Ikkinchi kelganimizda sezganmiz. Xo'p, shu haqida batafsilroq gapirib bersangiz, o'zgarishlari natijasi haqida. O'zgarishlar, boshim og'rirdi, ko'ngil aynishlari bo'lardi. Unaqa narsalar qoldi. Boshi ham og'rigan yo'q, ko'nglari aynigan yo'q. Suydirgisi qanchadan beri bo'lmayapti? 1 yildan beri. 1 yildan beri bo'lmayapti. Xo'p, doktor Jalilovning 100% tabiiy nutrientlarni bilasizlar. Bulardan qaysi birlarini iste'mol qildinglar va qanday foyda sezdinglar? Biz ko'proq sog'lom ichak ichdik. Yaxshi. Qanday o'zgarish bo'ldi? Sog'lom ichakni tabiiy nutrientimiz ichganinglardan keyin. Ichi qotardi, ichi qotmay qoldi. Shunga davo bo'ldi sog'lom ichak. Xo'p, rahmat. Shunchalik bizga natija olganinglardan biz ham xursandmiz. Alloh o'zi shifo bersin. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga ham.